Assalomu alaykum azizlar, kuzatuvchilar. Mana bu yerda chereshnilarni payvand qilganman. Bu sortlari bizda mana payvandlarimiz mana. Bular juda katta gigant chereshnilar. Kalibrlar juda ham katta bo'ladigan holatda. Mana bu o'riklarimiz mana o'riklarimiz mayda donalar. Bu yerda juda mana chiroyli holatlarda. Buni qarang. Xudoyim taoloni, Allohning ishini qarang mana bu Allohning qudrati mana. Bargni o'rniga solganda bu qarang mana. Qanaqa holatga solib. Mana bular yalpoq turlari mana osilib turadi. Gulga o'xshab. Bu yerda payvandlar, mana bu murodlar, mok, behi eng yaxshi sortlariga payvand qilganmiz. Bu yerda abrikoslar, vaqtli pishadigan o'riklar hammasi mana shu yerda mana qarang, bunday chiroyli holatlarga mana o'rikchamiz mana. Ularda ser hosil bu yil Xudoyim taologa behisob shukrlar bo'lsin. Bargni o'rniga solgan bular. Buni qarang bunga nima deysiz mana buni. O'rikchalar. Bu o'riklarga qarang mana. Qandoq holatga pishib yotibdi solib. Juda ham chiroyli ko'rinish mana. Bular mana shunday holatlarga bu yerda erta pishar o'rigimiz pishib tugab bo'ldi mana. Oxirgi holatlari mana soya joyda bu. Shuning uchun buning pishishi sal boshqa sheriklarga qaraganda nisbatan kechroq bo'lgan. O'rikzorimiz, bir anorzorimiz. Bu yerda esa yoshgina nimalar o'syapti, ko'chatchalar. Bu yerda yosh ko'chatchalarimiz bor. Kelajakda payvand qilinganlar, yana payvand qilinishi bo'lgan, kelajakda kutilganlar, Xudo xolasa mana shular.